Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kunni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin va eshitilayotgan darslarni o'qib, anglab, hayotda tatbiq qilishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Bu aytilayotgan mavzular musulmon kishining hayotida o'ta bir muhim bo'lgan mavzularni o'z ichiga oladi. Islomda farzand tarbiyasi. Mana 10 darsning bu yog'ida islomda farzand tarbiyasi haqida suhbat qilyapmiz. Agar sinchkilab qarab chiqsangiz, endi hamma deb aytmayman, deyarli hammamiz farzandlarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanmayapmiz. Insof qilib aytishlik kerak. Bizni ana shu qo'limizdagi telefonga yoki kompyuterga yoki televizorga berayotgan vaqtimizni 10dan 1ni ham farzandlarimizga ajratmayapmiz. Hisob kitob qilishiga qaraganda inson bir 70 yil yashasa, hozirgi kunga hisob kitobga qaraganda 11 yil umrini televizorga berar ekan. 70 ga kirgan odamni agar 11 yili televizorga berilayotgan bo'lsa, demak umrini 7dan 1i televizor tagida o'tib ketyapti. Lekin mana shu 70 yillik umrini 10dan yoki 20dan 1i farzandlarining tarbiyasiga berilganida holat nihoyatda bir chiroyli bo'lgan bo'ladi. Haqiqatan televizorda oldida nimani ko'rayotganligimizni aytmaylik-ku, televizorda oldida qancha vaqt o'tkazayotganligimizni qarasak, o'zi uyalamiz. Oshxonaga boramiz, 1,5 soat o'tiramiz. So'morga boramiz, 2 soat. Hamma narsaning cheki bor, chegarasi bor, ammo televizor tagida o'tirishning cheki bo'lmay qoldi. O'tgan darsimizda yosh bolalarning tabiati, fe'li aynishligini sabablaridan mana shu televizorni ko'rib chiqqan edik. Inshaalloh davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Farzand otaning davomchisi. Juda ham muhim nuqta. Kishi tug'ilib, ulg'ayib, voyaga yetib, ilmi, aqli, tajribasi ziyodalashib boradi. Mana shu yo'sinda 40 yil, 50 yil umr ko'radida katta bir narsaga ega bo'ladi. Hayotiy tajribaga, ilmga, ma'rifatga. Va mana shu 50 ga kirgan odamni adashmayman agar aytsam, hammasi qaniydi hayotim yangitdan boshlansa deydi. Nimaga unday deydi? Chunki mana shu 50 yilda to'plagan narsasini hayot yangitdan boshlansa, boshidan ishlatadi. Ammo bu narsaning iloji yo'q. Aytadiki, agar shu narsalarni avvaldan bilganimda hayotimni boshqadan boshlar edim, Robbim aytganidan bir qarish ham chiqmas edim, saodatli bo'lardim. Falon xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lar edim deb aytadi. Birodarlar, agar biz hayotimizda 40 yilmi, 50 yilmi, 60 yilmi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bular o'tdi ketdi. Tuzatishning iloji bormi? Yo'q, chunki o'tdi ular. Tarbiya ulamolar aytadi, yo'q, tuzatishning iloji bor deydi. Qanday iloji bor? Farzanding shu xatolarni yo'l qo'yishiga sen yo'l ochib berma. Sen qilgan xatolaringni farzanding takrorlamasin. Shunda shu xatolarni tuzatgan bo'lasan, shunda shu xatolarni sen qilmagan bo'lasan. 50 yil ichida, 40 yil ichida, 60 yil ichida to'plagan tajribangni, ilmingni, ma'rifatingni, saqofatingni yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'yma. Bolangdan qizg'anma shu narsani. Shunda sen shu xatolarni qilmagandek bo'lasan. Chunki bolang, birodar, seni davomching, seni davoming. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza matal insanu inqata'a amaluhu." Agar inson bolasi vafot etsa, odam vafot etsa, hamma amallari to'xtaydi. Hamma amallari uziladi. Illa min salat. Faqat 3 ta amalidan unga savob borib turadi. Sadaqatun jariyatun, yurib turgan sadaqa, va ilmun yuntafa'u bihi, odamlar foydalanib turgan ilm, va valadun solihun yad'u lahu, uni haqqiga duo qilib turgan solih farzand. Qaranglar, 3 ta narsa: sadaqa joriya, ilm, farzand. Alloh taolo mana shu 3 ta narsadan 2 tasini hammaga ham beravermagan. Alloh taolo rizqni har xil bo'lishini xohlagan. Kimda qo'lida davlat bor,
sadaqa joriy qilish imkoniyati bor. Kimda qo'lida shu davlat yo'q. Mana endi qarang. Qo'lida davlati bo'lmasa, Alloh taolo ilm bermagan bo'lsa, bu ham ko'pchilikda yo'q. Nima bor? Farzand bormi? Boy odam moli dunyosini sarf qiladi. Oxiratiga ishlaydi sadaqa joriya. Ilmli odam ilmini sarflaydi, sadaqa joriya qiladi o'ziga. Endi ilmi ham, puli ham bo'lmagan odam bolasini tarbiya qilsin, birodarlar. Chunki bola bor. Uni tarbiyasi yo'q. Bola bor. Uni siz orqangizdan duo qilib jo'natib turadigan qilib tarbiyalashlikka bo'lgan ehtimol yo'q. Kishi haqiqiy saodatni qachon topadi? Bizga ana shu g'arbda tushunchalar kirib qolgan, dunyo matohi zo'r bo'lsa, hamma yo'g'i tekkiz bo'lsa, yo'q, unaqa emas. Saodat bu bilan bo'lmaydi. Chunki o'sha narsaga yetgan odamlarning hayotini qarang, shu g'arbliklarning o'zini. Hayoti xotirjam emas, hayot saodatli emas. Musulmon ota haqiqiy saodatli qachon bo'ladi? Qachoniki o'zini bolasi Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqayotganligini ko'rganida. Bolasini haqiqiy musulmon bo'lib ulg'ayotganini ko'rgan paytda quvonadi. Bu so'zlarda takror aytyapmiz. Takrorlashdan maqsadimiz nima? Tarbiya qanchalik muhim narsa ekanligini bir qator eslab qo'yaylik. Chunki bu shunday ishki, sizdan boshqa hech kim qilmaydi. Agar farzandingiz Allohni tanigan, taqvodor mo'min bo'lib katta bo'lsa, buni orqasidan siz topadigan saodatni millionlagan pullar, katta kursilar, mansablar bera olmaydi. Dunyoni hamma ziyba-ziynatini toping. Bu narsalar sizga farzandingizni taqvodor ekanligini ko'rib topgan huzuringizni bera olmaydi. Bundan tashqari, ana shu sog'ligingizni, vaqtingizni, umringizni boy berish hisobiga topgan moli dunyoyingiz dunyodan chiqib ketayotganda bilasizmi qanaqa alam bo'ladi sizga? Avvalgi darslarimizda aytdik. O'sha dunyoni zo'r qilib qo'ygan, uylarni solib qo'ygan, ana shu boy o'lishi aniq bo'lib qolib, banisada yotganida oshnasiga, birodar, ichimni nima yemiryapti aytaymi deydi. Shuncha narsa qolib ketadimi birovga? Ya'ni men o'lsam xotinim erga tegadi. Meni qilgan mehnatimiz samarasini kim ko'radi? Begona erkak ko'radimi? Demak, bolaning tarbiyasini tashab qo'yib, faqat dunyo bilan shug'ullangan odam shu dunyosidan yoki mansabidan ajrayotgan paytda alam qiladi. Ammo agar farzandini shariatimiz ko'rsatgandaqa tarbiyalagan bo'lsa-chi, dunyodan ketayotib 3 ta yoki 4 ta farzand yoki 5 ta farzandi namozda ekanligini ko'rsa, har kuni namozining orqasida Robbig'firli va li validayya deyishini bilib o'lsa, bilasizmi qanaqa bir huzur bu? Bu ota, bu ona bekarga yashamabdi dunyoda. Demak, bu so'zlarda aytishimizdan maqsad, birodarlar, farzandlarda tarbiyasini muhimga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bu shunday bir muhim masalaki, bir bola yaxshi tarbiya qilindi, minglagan boshqalarga o'xshab yaxshi inson bo'lib yetishdi. Masalan, sizni bolangiz kelajakda qanday inson bo'lishini bilasizmi? Bilmaysiz. Ehtimol tarbiya qilsangiz zo'r olim bo'lib yetishar. Zo'r qori bo'lib yetishar. Zo'r bir dunyo fanlarida bir yangi bir kashfiyotlarni kashf qiladigan olim bo'lib yetishar. Yoki davosi yo'q bo'lgan shu kungacha kasallarni davosini topadigan zo'r tabib bo'lib yetishar. Agar tarbiyasi bilan shug'ullansiz. Agar tashab qo'ysangiz, shunlargacha qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun birodarlar, ota-ona o'zini oldida qanchalik katta savob eshiklari, ko'p savob eshiklari borligini esdan chiqarmasligi kerak. Siz o'zingiz yeta olmagan cho'qqiga farzandingizni yetkazishingiz mumkin bo'ladi. To'g'rida, shu bolalarda deb yuribsizlar, birodarlar. Sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, safarda, musofirchilik, begona yurtlarda yurilibdi mehnat mashaqqat chekib. Nima deb? Nima deb yuribdi shular hammasi? Bolam deb yuribdimi? Bolangiz uchun umringizni tikib yordingizmi? Keling endi tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying, bolangiz siz uchun ishlasin, siz o'tib ketganingizdan keyin. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Alloh taolo Qur'onda Ibrohim alayhisalom haqida shunday deydi. Endi qachonki u Ibrohim alayhisalomning o'g'li Ismoil, qachonki u bola Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach, farzandingiz yoningizga kirdi, yetalab yoningizda yuradigan bo'lib qoldi.
ancha-muncha korizga kirib yarab qoldi. Ish buyursangiz bajarib qo'yadi. Hali pul topib kelishini aytmayapman. Qo'yga qarab qo'ydi dedingiz, agar o'tib shop qo'ydi dedingiz, kelsangiz qilib qo'ygan. Bilasizmi qanaqa xursand? Bu otalar biladi endi buni. Mashinani yuvib qo'ydingiz, kelsangiz yuvilgan. O'zingiz yuvar edingiz. Buni ko'rib ota juda bir qattiq quvonadi, qattiq xursand bo'ladi. Bu Allohning bergan ne'mati. Bu oyatdagi endi qachoniki u bola Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach, mana shu so'zga e'tibor berishimiz kerak. Kishi xursand bo'ladi, farzandi balog'atga yetganini ko'rib. Kishi quvonadi, bolasini bo'y bastini ko'rib. Kishi quvonadi, bolasini o'qiyotgan Qur'onini ko'rib. Kishi quvonadi, otasini xizmatini qilayotganligini ko'rib. Nima uchun bu ota xursand bo'lyapti? Nima uchun bola shunday bo'ldi? Bu ota tarbiya qildi. Bola tarbiya ko'rdi. Endi yana shunday farzandlar ham bor. Buni aksi bo'lgan, buni teskarisi bo'lgan. Ota-onasidan faqat undiradigan, ota-onasini biror bir koriga yaramaydigan, faqat ota-onasini mushkulaga tiqadigan. Nima uchun bu unaqa bo'ldi? Uni ham, boyagi narigini ham otasi tarbiyaladi, onasi tarbiyaladi. Buni ota-onasi beparvo tashlab qo'ydi. Bolalarning yomon bo'lib ketganligini yoki farzandingizning itoatsiz bo'layotganligini birodar faqat o'zingizdan ko'ring. Faqat o'zingizdan ko'ring. Tashab qo'yuvdingiz, ko'chadan oldi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Valaqad karramna bani adama. Biz odam farzandlarini mukarram qildik. Odam bolasi mukarram maxluq. Shuning uchun Alloh taolo bandaga, mana shu odam bolalariga murabbiy bo'lish imkoniyatini berdi. Murabbiy kim? Tarbiya beradigan, tarbiya beruvchi. Har bitta odam murabbiy bo'lishligi kerak. O'zini farzandlariga. Har kuni o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbisi, olamlarning Parvardigoriga hamd va sano bo'lsin. Insonga, musulmon odamga ilohiy ismlarning eng yaqini Robb. Ey Robbim deymiz u. Robb tarbiya qiluvchi, tarbiya qiluvchi. Robbimiz siz bilan bizni tarbiya qiladi, birodarlar. Jasadimizni tarbiya qiladi. Undan muhimrog'i nafsimizni tarbiya qiladi. Alloh taolo yengillik beradi, shukr keltirdi. Mashaqqat beradi, sabr qildi. Gohida beradi, gohida mahrum qiladi. Gohida Alloh taolo ahli haqlar bilan, solih kishilar bilan birga qiladi sizni, ulardan haq so'zni eshitasiz. Bir holatdan ikkinchi holatga ko'chiradi Robbimiz. Boy qiladi, kambag'al qiladi. Sog' qiladi, kasal qiladi. O'zini tanishlikka Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Bizni tarbiya qiladi va bizga farzandlarimizni tarbiya qilishlikka buyuradi va tarbiyani qanday qilish kerakligini o'rgatadi. Inson birodarlar o'zi shu vujudi turishi mo'jiza. Ikkita bir xil odam bo'lmaydi dunyoda. Ikkita bir xil odam bo'lmaydi dunyoda. Insonni bir xilmasligi bo'yida, bo'yi birovga o'xshamaydi. Rangi o'xshamaydi. Yuzini tuzilishi, qoshi, ko'zi, kiprigi ikkita odamni hech qachon barmoqdagi izlari bir xil bo'lmaydi. Insonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Maxsus shu temir qulflar bor, shunday ko'zini olib kelib turib, shunday tutsa, ko'zini jiqqa o'qiydi, nur yana ochiladi. Bu ham bir mo'jizalardanki, insonni barmog'i bir-biriga o'xshamagandek chizig'i. Insonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Bu ham Alloh taolaning siz bilan bizga bergan in'omidan. Sizdaqa odam yo'q. Sizdagi bor sifatlar faqat sizda bor, boshqa birovda yo'q. Bu ham Alloh taolaning bergan bizga in'omidan bo'ldi. Insonni Alloh taolo murabbiy bo'lishiga ilhom berishligi unga berilgan in'om. Qaytaraman. Siz farzandlaringizni tarbiya qilishlikka kirishdingiz. Farzandlarni tarbiya qilishlik kerak ekan deb turib shunga qo'l urdingiz. Mana shu narsa Allohning sizga bergan in'omi, Allohning hadiyasi ekan. Qarang, tug'ilsa katta o'qib qolar ekanda. 8da o'qiyapsanmi? Qarang, qaysi maktabda o'qiydi bolangiz? Qaysi maktabda o'qiyotganini bilmaydigan otalar bor.
Nechinchi sinfda o'qiy ekanini bilmaydigan otalar bor. Bolasini qati og'riydi, nimaga qiziqadi, nimasi bor, nimasi yo'q qiziqmaydigan otalar bor. Ertaga bu bolalar katta bo'lib, balo bo'lsa bu otaning boshiga. Ota faqat o'zini ma'lumot qilsin. Aytib o'tdik. Inson o'zini o'tmishidagi barcha kamchiliklarni, nuqsonlarni, xatolarni farzandini ustida tuzatsa, demak shu xatolarni o'zi qilmagandek bo'ladi. Chunki farzandi uning davomi, uning davomchisi. Farzand agar salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, oilani nurga, saodatga, xursandchilikka to'ldiradi. Agar yo'ldan toygan bo'lsa, oila a'zolarini hammasini badbaxt qiladi. Qimor o'ynab, yo'q bo'ldi yutkizib, ota-onasini musibatga qo'ygan farzandlar yo'qmi? Haromligini eshitib turib, ota-onasiga bildirmasdan uyini dokumentini olib, protsentga pul olib, qo'yib qo'yib zalog qilib, uyini sottirib ko'chada qolgan oilalar chakanami? Farzand ota-onani saodatli bo'lishigining eng kuchli sabablaridan va farzand ota-onani baxtsiz bo'lishligini eng kuchli sabablaridan. Siz bilan bizga mashaqqat yo'q. Qanaqa qilib tarbiyalasam ekan deb yo'l qidirmaymiz. Kitob, sunnat turibdi va mana shunga asoslangan tarbiya yo'li turibdi. Biz faqat olib foydalanishimiz kerak xolos. Har doim aytamiz, olam shumul katta muammolarni muhokama qilishni yig'ishtiring. Global muammolarni gapirasiz. Falon joyda mana qanday bo'lyapti, po'kin joyda qanday qilish kerak, agar bunday bo'lsa, yig'ishtiring. Bundan avval siz qilishingiz kerak bo'lgan bitta ish bor. Bu shunaqa ishki, sizdan boshqa hech kim qila olmaydi buni. Siz qila olasiz shuni. Va mana shu ishni sizni qilishga hech kim man qilmaydi. Hamma imkoniyatingiz bor. Nima edi bu? Oilangizni tarbiya qiling, farzandingizni tarbiya qiling, qo'lingizdan keladigan ishingiz shu. Gunoh ma'siyatni bo'roni, to'foni bostirib kelyapti ustimizga birodarlar. G'arbdan ham, sharqdan ham. Buni oldida qo'lingizdan nima keladi? Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Lekin bitta bor narsamiz oila va ularning tarbiyasi. Bir soat bahs qilamiz, hech qanday natija yo'q, hech qanday orqasidan foyda yo'q. Bo'ladigan ishni qilaylik, kelinglar. Bu so'zlarimiz birodarlar yaqinda uylanmoqchi bo'lib turgan yoki yaqinda uylangan birodarlarimizga o'ta muhim. Yaqinda farzandli bo'ladi. Bu bola tarbiyasi qanchalik muhimligini bilmaydi. Tug'ib yedirib qo'yadi, katta bo'lib qoladi. Vaqt o'tgandan keyin bolani tarbiyasiz katta qilib qo'yganligini, mevasini ko'radi. Deydi, lekin kech bo'ladi. Shuning uchun yaqinda uylanganlar yoki endi uylanmoqchi bo'lganlar yoki farzandi kichkinalar bu masalaga birodarlar qattiq diqqat e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Kitob va sunnatga asoslangan, tajribalarga asoslangan tarbiya yo'lini mahkam tutishimiz kerak bo'ladi. Qo'limizdagi eng katta boylik nima? Farzandlarimiz. Ularni muhmal tashlab qo'ymaylik. Shuning uchun birodarlar, Allohning zikri bo'ladigan majlislarga bolalarini yetalab kelayotgan otalarni ko'rganda quvonamiz. Chunki bolasini yoshligidan haq so'zni eshitishlikka o'rgatyapti. Yoshligidan bolasi oq nima, qora nima ajratadi. Bu bolaning tarbiyasi nihoyatda bir chiroyli ketadi. Endi o'zini holiga tashlab qo'ysangiz-chi? Kompyuter xonalarda qolib ketayotgan bo'lsa-chi? Maktabga qachon ketdi, qachon keldi, ishingiz bo'lmayotgan bo'lsa-chi? Kimlar bilan ulpat bo'lyapti? Cho'ntagida pul paydo bo'lib qoldi, telefon paydo bo'lib qoldi, beparvo tashlab qo'ygan bo'lsangiz-chi? Mevasi achchiq bo'lganda faqat o'zingiz ma'lumotli. Yosh bola xuddi bir loyga o'xshaydi. Ota-onasining qo'lida. Ota-ona kulolga o'xshaydi. Bola loy, ota-ona kulol. Xohlagan shaklingizni berasiz yoki umuman shakl bermaysiz. Tashab qo'yasiz, tushgan barobar qatib qoladi. Temirchi temir bilan ishlaydi. Duradgor yog'och bilan ishlaydi. Zargar qimmatbaho ma'danlar bilan ishlaydi. Yurist, advokatlar odamlarning muammolari bilan ishlaydi. Lekin otalar va muallimlar nima bilan ishlaydi? Farzandlar bilan. Har qanday mamlakatni boyligi sanalganda oltini, kumushi, nefti, gazi, temiri gapiriladi. Lekin bilasizlarmi? Eng birinchi o'rindagi boylik deb nima sanaladi?
aholisi, fuqarolari. Neftdan ham oldin boyligi insonlar, fuqarolar deyiladi. Oltinidan ham burun. Nefti bo'lsin, oltini bo'lsin, odamı bo'lmasin mamlakat, bu mamlakat boy deyilmaydi. Demak, eng katta boylik davlat uchun ham, siz bilan biz uchun ham farzandlarimiz. Biz islomni uyimizda, amallarimizda bo'lishini xohlaymiz. Sahobalarni tasavvur qilinglar, birodarlar. Agar ular ham hozirgi musulmonlardagi fikr bo'lganida kallasida, hozirgi musulmonlardagi ish tutganida, bizi yurtlarimizga islom yetib kelarmidi? Yetib kelmas edi. Bizdaqa bo'lmagan ekan ular. Bizdaqa bo'lmagan ekan. Musulmon odam hayotini odamlarga o'zidagi bor narsani berish ustiga quradi. Odamlardan olish ustiga qurmaydi. Taassuf, g'arb tushunchasi faqat olish. Pribul. Eng muhimi nima? Foyda olish. Odamlardan bir manfaatlanish, ulardan bir narsani undirish. Musulmon odamni hayoti atrofidagilarga yaxshilikni berish, o'zidagi bor narsani berish ustiga quriladi. Siz jamiyatga beradigan eng yaxshi narsa nima bilasizmi? Yana aylanib kelib farzand deb aytamiz. Tarbiyali, yurtiga, eliga, ummatiga foyda keltira oladigan tarbiyali farzandni berishligingiz. Bundan katta narsani bera olmaymiz biz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Rasululloh aytadilar, 7 toifa kishilar bor, 7 xil odam bor. Alloh taolo mana shu kishilarni hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'zining soyasi bilan yoki arshning soyasi bilan soyalantiradi. Imamun adil, odil boshliq, odil podshoh, odil rahbar. Ikkinchisi va shabun nasha fi ibadati robbih. Robbisining ibodati bilan ulg'aygan yigit. Shu yigitlik davrida gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lib, ibodatda ulg'aygan yigit Allohning arshini soyasida turadigan ikkinchi odam deb aytilyapti. Harakat qilmaymizmi shu narsaga? Inson ibodatdan uzoq yursa, baribir qaraganda ibodatga bir kun yiqiladi. Ulfatlar ketadi, salomatchilik ko'tarmay qoladi bir xil narsalarni, xolasa ham, xolamasa ham qaraganda inson ibodatga yiqiladi. Lekin yoshligida qilingan ibodatchi. Wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Yana bir kishi, uchinchi odam, qalbi masjidlarga bog'langan kishi. Masjidni yaxshi ko'radi, masjidga yuguraveradi. To'rtinchisi, wa rajulani tahabba fillah. Alloh uchun birlashgan ikkita odam. Alloh uchun bir-birini do'st tutgan, Alloh uchun birlashgan va Alloh uchun ajrashadi. Keyingisi, wa rajulun talabathu imra'atun zata mansabin va jamalin faqala inni akhafulloh. Mansablik, nasablik, chiroyli bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan erkak. Keyingisi, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiquhu yaminuhu. Sadaqa qilgan odamki, maxfiy qilgan. Chop qo'li qilgan sadaqasini o'ng qo'liga bildirmaydigan. Bu mubolag'a bu. Nafaqat akasiga, ukasiga, xotiniga, hatto o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirmay maxfiy qiladi. Wa rajulun zakaralloha xoliyan fafadat aynahu. Yolg'iz qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh oqqan kishi. Mana birodarlar, 7 toifa Allohning arshining soyasida turadi. Jannati degani bu. Odil imom va bizning darsimizga tegishli nuqtasi yoshligida ibodat bilan, Robbisini ibodati bilan umrini o'tkazgan yigit. Shuning uchun mana shu 17, 15, 16, 20 ga kirgan yigitlarni masjidga kirib namoz o'qiyotganini, dinini mahkam tutganini ko'rganingda inson quvonasan. Bular hozirdan shunaqa bir pokiza ketyapti, qaraganda qanaqa insonlar bo'lar ekan bular. Bular munavvar bo'ladi yuzlari. Chunki gunoh ma'siyatdan yoshligidan uzoq bo'lgan edi. Birodarlar, o'rgataylik bolalarimizni shu narsaga. Ertaga qiyomat bor. Yoqamizdan oladi bolalarimiz. "Ey ota, manaqa ishlar bor ekan, nimaga aytmagansan?" deydi. Bu dunyoda-yu indamay o'tib ketarsiz. Qiyomatga borganda yoqingizdan oladi.
Shu yaxshi ko'rgan bolangizni oyog'iga tikan kirishini xohlamaysiz. Sovuq shabodan ravo ko'rmaysiz. Ammo uni tarbiya qilmasdan tashab qo'yishlik bilan jahannam ravo ko'ryapsiz. Musulmon odammi? Uyi jannatning bir bo'lagi bo'ladi. Bu xonadonda ma'siyat bo'lmaydi, urush janjal bo'lmaydi, ittifoqchilik bo'ladi. Birini ikkinchisi hurmat qiladi, bir-biriga itoat qiladi, urush janjal bo'lmaydi. Bu xonadonda televizor iloh bo'lmaydi, birodarlar. Ovqat yeyotganda ham televizorga qaralmaydi, kitob o'qiyotganda ham televizorga qaralmaydi, o'ynayotganda ham televizorga qaralmaydi, televizor o'chadi. Masalan, bir vazifa qatori berishimiz mumkin. Kelinglar, haftada bir 2 marta, 2 kun oila dasturxoni ustida yig'ilganda televizorda o'chirishlikni mashq qilib ko'raylik. Eplay olarmikinmiz? Mana. Masalan, ertaga bomdoddan boshlaysiz, xuftongacha oila nonushta qiladi, birga tushlik qiladi, kechki ovqat yeydi, o'chirib qo'yaylik. Qaranglar, bir-birimizni ko'ramiz. Bir-birimizni ko'ramiz. Maktabga nima bo'lyapti o'g'lim? Kundaligini olib kelchi, bir ko'ramiz. Yo'q. Biz iloh bo'lib qolgan televizor. Agar bir maqola o'qib qoldimmi, ajoyib. Agar o'zga sayyoraliklar deydi, bizni kuzatishsa deydi, shu televizor ilohi bo'lsa kerak deb o'ylaydi deydi. Chunki turiblar shunga qaraydi. Kiyinayotib ham o'shunga qarab turadi. Yonboshlab ham qaraydi, dum tushib ham qaraydi, chalqamchi tushib ham qaraydi, ovqat yeganda ham qaraydi. Ilohmikin deb o'ylashadi deydi. Haq gap. Hik svet o'chib qoldi. Ha deydi hamma. Siqiladi, nima qilsa ekan, divizor kimda bor, ikkinchi taym boshlanib qoldi deydi. Palonchi deydi, svet o'chdi, boradi. Bunaqa xonadonda birodarlar Qur'on tilovati bo'ladi, mehr-oqibat bo'ladi, ibodat bo'ladi, rahm-shafqat bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, o'zi hayot to'lib yotibdi mashaqqatga. Ko'chaga chiqdingiz, mashaqqat, mehnat, musibat, qiyinchilik. Agar oilangizda mana shu islomiy, iymoniy muhit bo'ladigan bo'lsa, ko'chadagi mushkulalarchi uyga kirganda yechilib ketadi qalbingizdan. Hayotda mashaqqat, mushkula ko'p. Ammo bitta narsa bor, agar insonda shu narsa bo'lsa, ularni yengishligi oson bo'ladi. Uydagi xotirjamlik, sakina, uyda qadr-qimmatni ko'rishlik. Mana shu narsalar insonni mashaqqatlarni yengishligiga yordam beradi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Diqqat qilinglar-da, Alloh taolo nima uchun bizga oilalarni berdi? Nima uchun bizga juftlarni berdi? Hikmati nima edi? Uning oyatlaridan yana biri, u zot sizlar hamdam bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr-muhabbat paydo qilishidir. Allohning oyatlaridan, mo'jizalaridan. Albatta bunda fikr qiladigan qavm uchun oyat, ibrat bordir. Demak, inson uyga kirganda o'zini, ayoli bilan, oilasi bilan hamdam bo'lishligi kerak, ham fikr bo'lishligi kerak, o'rtasida oshinolik, mehr-muhabbat bo'lishligi kerak. Oiladan maqsad shu edi. Agar islomiy tarbiya bo'lsa oilada, shu muhit bo'ladi. Musulmon ota, mana o'tgan darsimizda birodarlar, tabiatni aynishi, fe'lni aynish haqida dars qildik. Nima uchun bolalarni fe'li, tabiati ayniydi? Chunki bolalar ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni boshladi. Haqiqiy musulmon ota nima qilish kerak? Bolasini tushunchalarini, bolasini qalbini, bolasini fikrini haqiqiy qahramonlar bilan, haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlar bilan, kumirlar bilan to'ldirishligi kerak. Sportchi, qo'shiqchi, aktyorlar bilan emas. Birodar, agar sen farzandingni qalbini mana shunday bir haqiqiy ibrat bo'lishga yaraydigan odamlar bilan kallasini, qalbini to'ldirmasang, ishonaver, boshqa yerdan to'ldirib oladi. Payg'ambarlarni gapirib ber. Mana kim ibrat bizga? Sahobalarni gapirib ber, tobiinlarni gapirib ber. Bular bo'lgan odamlar, real odamlar. Senga televizorda ko'rsatayotgan bari soxta, yolg'on. Agar sen bermasang shuni, birodar, bolang albatta narigilarni o'ziga ibrat qilib oladi. Payg'ambarimiz aytganlar,
Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina va la tashabbahu bil yahud va la bin nasara. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. Ona futbolchiga o'xshab yurishlik bizdan emas. Ona aktyorga o'xshab yurishlik bizdan emas. Musulmon emas u deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yahudiylarga ham o'xshamanglar, nasoralarga ham o'xshamanglar. Rasulullohning hadisi vaid bizga. Yahudga ham o'xshama, nasoraga ham o'xshama. Kim o'zini boshqalarga o'xshatsa bizdan emas deyapti. Boshqa hadisda aytadilar, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardan. Bas u o'shalardan. Kimga o'xshatyapti bolangiz o'zingizni? Siz o'zingizni kimga o'xshatyapsiz? Kiyinishingizda, yurishingizda, turishingizda. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlik rag'batini olib tashlash kerak. Qaytarib aytamiz. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlikka bo'lgan rag'batni olib tashlashligi kerak. Qo'lingizdan keladimi shu narsani? Qo'lingizdan kelsa bola sizniki bo'ladi. Illo ularniki bo'ladi bola. Bu ko'rko'rona taqlidni yo'q qilishlik kerak. Fozil axloq, go'zal axloq insonni tabiatini aynishdan to'sadi. Bu mavzuga tegishli eng muhim hadisimiz qaysi edi? Payg'ambarimiz aytgandilar, Imom Termiziydan Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, la takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nas ahsanna. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilamiz, yomonlik qilsa yomonlik qilamiz deydigan immo bo'lmanglar dedi. Odamlar nima qilsa qilib ketavermanglar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamni o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsani. G'ayri dinlarda ilm, ma'rifatdagi, saqofatdagi yutuqlarni olamiz, ilm, ma'rifatini olamiz, lekin turmush tarzini emas. Adiblardan biri aytganidek, har bir xalq ummatning saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq yillar davomida to'plagan ilmiy tajribasi asalga o'xshaydi. Uni olamiz. G'ayri dinlardagi ekan deb turib uni tark qilmaymiz. Foydasi bormi bizga? Dinimizda man qilinmaganmi? Ilm, saqofatini olamiz, turmush tarzini emas. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi, yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qiling, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. Bolani tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan yana bittasi bolani ortiqcha taltaytirib yuborishlik. Nimani xohlasa muhayyo qilib berishlik. Huzur halovatga o'rgatib qo'yishlik. Mana shu narsa bolaning tarbiyasini buzadigan ishlardir. Nima desa bor. Nima desa bor. Narsa ko'ngli cho'kmasin. Endi Xudoim bergan shularga sarflashim kerak dedi, isrofga sarf qilib beradi. Qarab turinglar. Xalifalarda hayotidan bir ajib qissa. Bolangiz beadabligi uchun kalta yeb keldi. Bunni sindi. Beadabligi uchun, tarbiyasi yo'qligi uchun. Uni burnini kim sindirdi? Siz sindirdingiz. Agar tarbiya berganingizda shu behayolik qilmaydigan qilib tarbiya qilganingizda birov urmas edi uni. Uni burniga kim urdi? Diqqat qilib turinglar. Xalifalarning hayotidan bir chuqur ma'noga dalolat qiladigan bir qissa. Xalifa Umaviylarning xalifalaridan Muaviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu xalifa edi. Nihoyatda zakiy, xushyor odamlardan edi. Ikkita odam garra o'ynashdi. Muaviya halimlik qiladimi yoki jahl qiladimi? Bir kichkina bolaga o'rgatishdi. Xalifa minbarga chiqib ketayotganda halinga qarab ko'zini qisib qo'ydi. Kichkina bola. Xalifa minbarga yo'talib ketayotganda ko'zi shu bolaga tushib qoladi, hali bola ko'zini qisib qo'ydi. Bu yaxshi narsa emas bu. Bu xuniy narsa. Xalifa bu kishi. Muaviyat ibn Abu Sufyon xushyor odam edi. Kimdir o'rgatib shekilli bunga dedi-da, indamay qo'yaverdi. Indamay qo'yaverdi.
Oradan vaqt o'tdi. Shu yigit keyinchalik keyin kelgan boshqa xalifa ham minbarga chiqib ketayotganda yana bir marta ko'zini qisuvdi. Bu xalifa bo'ynini uzishga buyurdi. Odamlar aytishdi, bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi. Muoviyani halimligiga qatl qildi deyishdi. Xulosani o'zingizlar chiqaraveringlar. Siz bolangizni shunaqa bir injiq, taltaygan, erkalangan, hamma yo'q muhayyo qilingan, tarbiya qilib qo'ydi shunday qilib, bu bola ko'chaga chiqib hayotda qo'shilib, odamlar bilan jamiyatda yashashligi nihoyatda qiyin bo'ladi. Qoqiladi, so'qiladi, jamiyatda ajrab qoladi odamlardan. Kalta yeydi, surilib qoladi. Buni ko'chadagilar urgani yo'q. Siz bolangizni ko'chadagilar urgani yo'q. Ko'chadagilar so'kkani yo'q. Ko'chadagilar ajratib qo'ygani yo'q. Kim ajratdi buni? Siz ajratdingiz. Ikhshawshanu fa inna ni'ma la tadum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, soddaroq bo'lishlikka ko'nikinglar, o'rganinglar. Yeyishda, kiyishda, turmush tarzida to'poriroq bo'linglar bizning tilda. Borini yeb, borini kiyib ketaveradigan bo'linglar. Chunki ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi. Qizlarini erkalatgan badavlat akalar, og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilgan puldor akalar, qizingiz ulg'ayadi shu kengchilikda, shu erkalatishlikda, balog'atga yetadi, xaridor keladi. Siz bilmaysiz kimga berishingizni, taqdir. Qo'li kaltaroq bo'lgan odamni qiziga qo'liga berasiz. Sizni yuzda ko'rib taltayishlik, sizning yuzdagi kengchilikni topa olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Turmushlar buzilib ketadi. Imom bo'lganimiz bois, birodarlar, bu narsalarga ko'p guvoh bo'lamiz. Kuyov bolani to'g'atmabdi deydi. Kuyov bolanidagi sharoit otasinikidagida qamasida ekan. Qulayliklarni qilib bera olmabdi. O'zi asosiy narsa shu, lekin boshqa narsalar ro'kach qilinadi-da, qizini taltaytirib yuborgan puldor akalar qizlarini uyini o'zlari buzib qo'yishdi. Ikhshawshanu fa inna ni'ma la tadum. O'zingizlarni yeyish-ichishda, kiyim-kechakda soddaroq, to'porroq bo'lishga o'rgatinglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi. Demak, bugun biz yana farzandlarning tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ayrim narsalarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.